Jahon Amerika o'tib ketdi-yu, bunaqa ovqatlanishlarni faqat kinolarda ko'rganman. Hech bir ko'rdinglar bunaqa idish tovoliga? Idish tovoni o'ziga 35 ming dollar ketdi. Buni biz Xitoyda maxsus buyurtma qildik. Sababi ovqatlanishda faqat 304 markali nirjavakani ishlatsa bo'ladi. O'zidan zaharli narsa chiqarmaydi. Toshkentda yo'q ekan, shuning uchun biz Xitoydan zakaz qildik. Navfal aka hammamiz taniydigan Jahon School'da oshxona jihozlari 304-markadan bo'lgan ekanda, aytishicha inson salomatligiga umuman zarar yo'q ekan. Shu rostmi? Shunaqa 304 eng kuchli, eng sifatli nirjavakadan hisoblanadi o'zi dunyo bo'yicha. O'shanga farmatsevtika klinikalar faqat 304 metall ishlatadi. Biz mana necha yildan beri Thompson School, Thompson bog'chalarga necha yildan beri ishlab kelyapmiz. Mana moykalar, stol, stelajlar yasab kelyapmiz. O'sha yerdagi ishlayotgan xodimlarga, yosh bolalarga tim bo'l, hech qanaqa zarari yo'q. 304 eng kuchli metall hisoblanadi o'shanga. Agar siz ham maktab yoki bog'changizga oshxona jihozlaringiz sifatli nirjavakadan bo'lishini istasangiz, bemalol Fayz nirjavakaga murojaat qilishingiz mumkin.